Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachiları, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch tumanida Otaxon jannatning orqa tarafida G'ayu desak bo'ladi. Azizlar, G'ayuga kiradi ekan. 6-marshrutning oxirida bir qavatli 150 kvadrat metr bo'lgan xonadon bilan tanishib o'tamiz. Faqat korobka holatida ekan, pol bo'lgan azizlar, suvoq holatida turibdi. Albatta burchatga bo'lgan. Konditsiyalar chiqqan. Gaz, suvdan muammosi yo'q. Yine gaz elden gap turibdi, svet daqilgan. Ishlar ham damir ishlardan qo'yilgan azizlar. Yanına 6 marshrutda keladi ekan azizlar. Hovli joyimizda marshrutda umuman muammosi yo'q. Bog'cha, maktablar ham salgina araga yurib chiqasizlar azizlar. Kirgandan keyin ajoyib dalon bo'ladi. Dalonimiz 3-8 metr razmerda tushgan. Divorlar polniy suvoq holatida turibdi. Eshiklar qo'yilgan, patologlar. Bir natija qilib bersangizlar azizlar, ajoyib bo'lib turadi. Ağaçlar bilan bosilgan. Chap tarafida birinchi zal joy bo'ladi. Elektromontajlari bo'lgan izlar, elektrik avtomatlari qo'yilgan, radiatorlar ham boyning ikki ham tarafda. Отопление ham o'tib turibdi izlar. Hamma montajlar qilinib turibdi отопление. Bu yerda aynan главный котелda turibdi izlar. Airfield firma turistskiy kotel izlar. Ajoyib xili. Ko'p vatandoshlarning bilsa kerak, eng yaxshi kotellardan Airfield firma. Birimiz yine zal kısmı bo'ladi. 3.25 razmerda tushgan. Divorlar suvoqdan chiqqan, ağaçlar bilan bosilgan. Sizlar gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Bu yerda o'ng tarafda girgandan rakoyna mestolar bor ekan, toshchalari. Qanchasi suv toshchalar tashalgan. Bu yerda televizor zonasi. Bu tarafimizda esa detskisi bo'ladi. Xalasangiz, kattalar uchun xalasangiz detski qilaverasizlar. 2 spalniy bir zali bor. Birimiz 3.25'e 3.5 razmerda tushgan. Suvoqdan chiqqan polniy azizlar. Aynaları qo'yilgan, ağaçlar bilan bosilgan, radiatorlar qo'yilgan azizlar. Bir remont qilib berishdik. Pol qilinib turibdi, yurtgansiz asosiy vajlari bo'lgan. Birimiz sanuzelimiz, yine sanuzelimiz kelishda turibdi ekan, suvoq ham urma, oyoq tiylar steshka bo'lgan, polniy montajlar qilingan. Yurtgansiz unitaz, vanna, ariston toshchalacha qo'yilgan. Taşak ketganlar. Bu tarafimiz yine bir spalnisi. 3.25'e 3 razmerda tushgan birimiz. Suvoqdan chiqqan, ağaç bilan bosilgan, bog' tarafi ham boyning. Radiatorlari bor. Azizlar, bir remont qilib bersangizlar, ajoyib xonadon bo'ladi. Arzon narxda xonadonimiz yana. Narx ham zo'r, ishlar qo'yilgan, отопление bo'lgan. Bir mayerkasini qilib berasizlar. Birimiz 3-4 razmerda tushgan oshxonamiz. Radiatorlari boyna ko'rib turgansizlar. Bu yerda отопление toshchasi, dimoqo joylar ham döşük qo'ydilar. Podval qisman ba'zilar, oyoq teri bu ham pol. Moyka uchun toshchalar tashalgan. Elektrik montajlari bo'lgan, ko'rib turgansizlar, ham bu yerda toshchalar tashalgan, hurmatli vatandoshlar. Ham bog' qisman bilan, bog'i bilan 150 kvadrat metr azizlar. 150 kvadrat metrda joylashgan. Narxı 280 milyon so'm aytilib turibdi. Üstünde bir narsaga qaytiladan yeri bor, suv bor, gaz bor, svet bor, azizlar. Transport ham yanına kelib turibdi. 6 marshruti. Muammosiz. Minsayda doğru Dehqon bozori olib tashladi. Отопление sistemasi ham polniy o'tgan. Kotyoli bu yerda turibdi. Yurtgansiz Airfield firmani azizlar. Yaxshi kotyol, hali ishlatilmagan, o'rnatib bersangizlar bo'ladi. Pol ham qilingan, natija qilib patologlarni Şipakulubkadan çıkarıp bir aboy qilib bersangizlar bo'ldi. Sizlar ham ishlaracha qo'yganlar. Narx ham arzon 280 milyon so'm, ko'p ishi bajarilgan. Место положенияsi ham yaxshi, tixi, ajoyib место. Otaxon jannatning orqa tarafi 6-marshrutning oxirida joylashgan, hurmatli vatandoshlar. Narxi 280 milyon so'm. Doğru kelgan bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Kelib üstünde savdolashib olaverasizlar. Kanallarımıza abone bo'lsa abone bo'lib, like basıp, qo'llab-quvvatlab tursanız, sizlarga qo'ldan kelgancha arzon, ajoyib sifatli xonadonlarni taqdim qilib boraveramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilimiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayrlab qolamiz.